Mashinamizga 6 xil 100% plyonka ko'rib qo'yganmiz. Tashqaridan ko'rsatish bor, hamma plyonkaniki bir xil bo'ladi mana. Bir xil. Hammasi 100% beton bo'lib turibdi mana. Umuman ko'rsatishda farqi yo'q. Ichidan ko'rsatishni sizlarga hozir ko'rsataman. Endi ichidan ko'rsatishi hammasi har xil ko'ryapsizlarmi? Bu plyonkamiz Thomson plyonkasi, bu Amerikanka plyonkasi. Mana yaqindan ko'rsataman sizlarga mana. Rangida farqlari bor. Bu ko'kroq ko'rsatyapti. Bu plyonkamiz Global plyonkasi mana. Ranglarning farqini qaranglar. Bu plyonkamız koreyskiy plyonka. Endi bizning firminniy plyonkamiz bor mana. Oq rang ko'rsatadigan firminniy plyonka, sonsuzlashtirari bor. Sifati juda ham zo'r plyonka. O'zim mashinamga ham shundan urganman, ko'rasizlar. Luboy plyonkalar bilan olib kelsanglar solishtirib beraman. Mana shunaqa yonma-yon qo'yib, luboydan oppoq ko'rsatadi. Mana ranglarini ko'rasizlar. Mana misol uchun men plyonkani ko'ringlar rangini. Endi buni qaranglar. Oppoq ko'rsatadi. Tabiiyga o'xshab, xudo xolasa, mash plonkamizdan kelsanglar krugoy chiroyli qilib urib beramiz. Mana sonsuzlashtirari bor. Luboy plonkalar bilan xudo xolasa yonma-yon qo'yib solishtirib beramiz. O'zingizlar rang yoqqandan keyin bemalol urdirsanglar bo'ladi. Manzilni sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Bu yoq katta qani krudan algoritm to'yxonani oldi bilan kirganinglarda, bu yog'i 31-kvartal, mana bu yoqda izza metan gaz zapravka. Shundoq keyrishinglarda 10 qo'lingizda mana shu stadion joylashgan. Algoritm skulli podvolida mana bizning Velvet Tuning joylashgan. Yandex'ga qurilish 88 deb yozsanglar, shu yerda ko'rsatadi. Mabodo Velvet Tuning deb yozsanglar ham bo'ladi.